Agroservis do'koniga 7 ot kuchli original PH motobloklarimiz yetib keldi. Hozirda sizlarga buni qisqacha ma'lumotlarini berib o'tamiz. Xo'p, samatni boshladik. Oqiloturi bizin boklari 3 litrli qilib ishlangan bo'ladi. Filtrlari maslivni filtr bo'ladi. Maslivni filtr qanaqaligini traktor chakalarimiz juda ham yaxshi biladi. Yuzg'ish joylari zavodni orqali yarimta tortgan yerlarda zavodit olib juda ham sifatli ishlab beradi. Frezalari 4 qatordan 8 qator, motorlari esa 170 motordan qilib ishlangan bo'ladi. Motorlarda moydatchilari bor, rollari aravaga moslangan, skorlari oldiga 2 tana, orqaga 1 tana skorlari bor. Aravalarini ham bitta ko'rishinglar mumkin. Balonlari skuter balondan qilib qo'yilgan bo'ladi. Material konteynerdan materialdan ishlangan bo'ladi. Bu shurupayonni nimaga vaqt qo'yib qo'yganlar uchun bu shurupayonni Agroservis do'koniga kelib, motoblok xarid qilib olgan akalarimiz uchun shuni tekinga berib yuboramiz. Shurupayonlarni tekinga olish sharti juda ham oddiy. Bu videoga bitta laykni bosib, kommentariyaga omad so'zini yozib qo'yasiz va Agroservis do'koniga kelib, bitta motoblok любой 7-17 farqi yo'q, xarid qilib olganingizdan so'ng sizni shunday omadli barabanimiz ichkarida kutib oladi. Shuni motoblokni xarid qilasiz, kelasiz. Bu baramanni sizga bitta aylantirish imkoniyatini beramiz. Bitta aylantirasiz, xohlagan tomoningizga. Kulishnovoy tushadimi, balgarga tushadimi, drill tushadimi, shurpayormi, balgarga drill nima tushsa, shuni tekinga ishlatib, yurg'izib tekshirib beriladi akalar. Xuddi shunday motobloklar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'zimning shaxsiy nomerim Optim baza Agroservis do'koni manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i Agroservis do'koni.